Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. O'zbekiston Xitoy bilan yangi temir yo'l kelishimi imzolashni qaror qildi. Toshkent buni Rossiyani aylanib o'tadigan qit'alararo liniyaning bir parchasi deb qaraydi ekan. Eroisha to'rining 3 avgust xabariga qaraganda, Toshkent hukumatı çeyrek asrdan beri o'ylashayotgan Qirg'iziston orqali O'zbekiston bilan Xitoyni tutashtiradigan temir yo'l yasash kelishimiga imzo qo'yishni qaror qildi. O'zbekiston hukumatı bu liniyani g'arbda O'rta Osiyodan Turkiyaga, Yevropaga qarab ilgirlab, Rossiyani aylanib o'tadigan qatnash va savdo aloqasini yaxshilashdagi ulug' planning bir qismi deb qaraydi. Tashqi ishlar ministri vakili Vladimir Noromo Turkiya va Ozarbayjonning kuchli qo'llashiga erishgan Kavkaz rayonidagi bir cho'ng ul asliya turining orqasida Toshkentning borligini aytdi. Bu Sovet ittifoqining burun yasagan temir yo'llari orqali Armiyaning Sionik o'lkasidan o'tadigan Zanguzar koridori. Norov 8 ayning 2 kuni Toshkentda o'tkazilgan O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjon orasida olib beriladigan yangi shakldagi suhbat yig'inida O'zbekistonning Osiyodan Yevropaga boradigan eng qisqa quruqlik yo'l liniyasiga kafolatlik qila oladiganligini, O'zbekiston Zanguzar koridorini asliga keltirishga qiziqadiganligini, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini Kavkaz ul asliyalari bilan tutashtirib, birlikka kelgan qatnash turi barpo qilib, Xitoy bilan Yevropa o'rtasidagi savdo jo'grafiyasini kengaytirishga ishonganligini aytdi. Agar Zanguzar Sionik koridori tamomlansa, Ozarbayjonning Armaniston, Iron va Turkiya orqali qo'rshalgan bir parcha yer Naxchivanning sirtqi rayonga ulanishini kafolatlantiradiganligini aytdi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Turkiya bilan Ozarbayjon cho'nquruqligi o'rtasidagi to'xtovsiz bu qatnash liniyasining turk ellarini birlashtiradiganligini aytdi. Turkiya bu fikrni kuchli bir shaklda qo'lladi. Ozarbayjonning Yerevonni koridor deb atashi va Ozarbayjoncha Zanguzar nomini ishlatishda chang turishi gumon qo'zg'adi. Norov O'zbekiston Ozarbayjon bilan Turkiyani tutashtiradigan yana bir qatnash liniyasi Baku-Tiflis-Karis temir yo'lining yoshirin kuchidan foydalanishni xohlaydi dedi. O'zbekiston, Ozarbayjon va Turkiya faqat o'tish nuqtasi bo'lish bilan cheklanib qolmasdan, balki hozirgi qatnash liniyasini bo'ylab ishlab chiqarish, ashyo oborti va setish nuqtalarini qurib, iqtisodiy koridor barpo qilishi kerak. Bu yuqori qimmatdagi mahsulotlarning ishlab chiqarilishi va bozorlarni ta'minlashga sharoit hozirlab beradi. O'rta Osiyodagi boshqa davlatlarga o'xshash O'zbekistonmo Rossiya orqali g'arbga boradigan yo'l izlayotdi, chunki Moskvaning Ukrainaga tajovuz qilishi sababdan berilgan xalqaro jazo Yevropaga boradigan yo'lning hayotiy kuchini ojizlatdi. Hozircha bu temir yo'l uchun ehtiyoj bo'lgan 8 milliard dollarning talonini kimning kesilganligi aniq emas. Xitoyning yanchiqliq bo'lsa-mu, bu yukni ustiga olishni xohlamaydiganligini bir necha qatim takrorladi. Sharq Turkiston sürgündü hukumatı Twitter hisobidan buningga inkos qaytirib, qarindosh davlat O'zbekistonning Xitoyning to'siqiga tushganligi kishini qattiq achindirdi. Uyg'urlarga eng yaqin millat bo'lish sifati bilan o'zbeklar Xitoylar bilan bo'lgan hamkorlik va taraqqiyotning O'zbekistonga nimalarni elib kelganligi to'g'risida Sharq Turkistonning kechirmishidan saboq olish kerak edi dedi. Tor şirketining aytishicha, Xitoyning uchur mashg'uloti yolg'on xabar va ijtimoiy aloqa vositalaridan foydalanib, Amerikani ezishga uringan. Washington vaqtining 4 avgustdagi xabariga qaraganda, Tor bexatarlik shirkati mandat oshkorlagan Avom palatasining boshlig'i Nancy Pelosining Tayvan safarini tanqid qilgan yolg'on xabar. Tor bekatlari, saxta ijtimoiy aloqa hisobotlarining hammasi Xitoyni qo'llaydigan murakkab uchur harakatining bir qismi. Mandiyant Shimoliy Amerika, Yevropa, O'rta Sharq va Osiyodagi Amerikani tanqid qilgan va Xitoyni maqtagan 72 gumonliq yolg'on tor bekatni bayqagan. Mandiyantning analizchisi Rian Serabyan va Daniel Zefranning yozgan yangi dokladida High Energy faoliyatining orqasida Xitoyning ommaviy munosabat shirkati va bir texnika shirkati 11 xil tilni qo'llangan. Bu faoliyat Xitoy hukumatini tanqid qilgan germaniyalik insonshunos Adrian Zinisga o'xshash o'qituvchilarni haqoratlash uchun to'qib chiqarilgan saxta mazmunlarni o'z ichiga oladi. Xitoyni qo'llaydigan uchur harakatida gumonliq saxta Twitter qo'llanuvchi Jonas Jostini Zinis apandini qoralab tanlagan. Bu hisobot 2021 yili 12 oyda Florida Cumhuriyetçiler Partiyasining palata a'zosi Marco Rubio va Oqsaroyning sobiq strategiyachisi Steven Bannonni Kommunizm xotira fondi jamiyati orqali pul yo'tkab Adrian Zinisga bergan degan yolg'on uchurni yaygan. Kishilar bilan bo'lgan munosabatda ustunlikka erishishning birdan bir yo'li sizning ulardan mustaqil ekanligingizni ko'rsatish deydi germaniyalik faylasuf Arthur Schopenhauer. Mustaqil davlati bo'lmagan bir millat hech bir yerda ustunlikka erisholmaydi. Tüven o'rinda ezilib yashagandan o'lim a'lo. Hörmətli görürmənlər.
Xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.